sochingiz kal bo'lib to'kilyaptimi? Bu sizga hozir ajoyib sinovdan o'tilgan oddiygina bir dona lavroviy listdan hosil bo'ladigan retseptni aytib o'taman. Juda ham uspet qilmayapman. Videolarimda ozgina sifat chiqayotgan bo'lsa, to'g'ri tushunib turasizlar. Xo'p, qo'ying. Endi anaga o'tamiz. Retseptga o'tamiz. 3 dona lavroviy list. 5 donagacha solsangiz bo'ladi. 3 dona eng ma'qul variant. 300 mg qaynagan suvga lavroviy listni olamizda tabada qizdirib olamiz. Tabada kuymaydigan darajada qovurib olamiz. Qovurib olgandan keyin kuymasin. Kuymagandan keyin esa kipitok qaynagan suvga lavroviy list solamiz. U 2 kun yoki 3 kungacha tursa bo'ladi. 72 soat mobaynida turadi. Va buni o'sha soch yug' joylariga kuniga 15-20 minutdan 2 mahal surtib yuramiz. Sochingiz qallashib 100% garantiya. Xudo xohlasa 1 oyda ichida to'lig'icha o'ziga qaytish ehtimoli bor. Agar sizlarga qanaqadir mahsulot kerak bo'ladigan bo'lsa, men o'zimning soch o'stiradigan mahsulotimiz ham bor. Kanalga o'ting, yanada ajoyib videolarim bor. Salomat bo'lasizlar.